Opa. Voy opajon. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ha, qizimni yolg'iz o'zini chimildiqqa tashab keldingmi? Opa, Farangizni peshonasi sho'r ekan. Falokat. Nima bo'ldi? Odamni yuragini ezmasdan gapira qolsang-chi. Sizga siqilish mumkin emas-da, opa. Voy, xudoyim-ey. Hay, gapir. Xullas, kecha kechqurun kuyovingiz chimildiqdan chiqib ketdi. Kechasi bilan kelmadi. Bugun ertalab qarasam, Hop, nega chiqib ketibdi? u yo'g'ini ayta olmayman. Gapirsang-chi odamni qo'rqitmasdan. Yo'q, opa. Sizga siqilish mumkin emas. Sizga ayta olmayman. Yo'q. Pochcha. Voy, nima bo'ldi ekan? Voy, xudoyim-ey. Nima bo'ldi ekan? Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Pochcha, men Sarvanozman. Assalomu alaykum. Nima qilib yuribsan? Sen u yoqda bo'lishing kerak edi-ku. Shunaqa edi, lekin falokat, pochcha. Juda yomon ish bo'ldi. Nima ish bo'ldi? Qizim sog'mi? Yo'q, qiziz yaxshi, Farangiz yaxshi. Baraka topkir, bundoq nima bo'lganini aytgin. Opam bilmasin faqat, xo'p. Bo'lmasa ko'tara olmaydi. Nima bo'ldi? Kuyovingiz Ha? chimildiqdan chiqib ketdi. Chiqib ketdi? Chimildiqdan, ha? Nimaga chiqib ketadi? Ha endi kuyovni o'rtoqlaridan bittasi shunaqa shumlari bo'ladi-da, chaqirib olgan, hazillashgan. Pochcha. Shunga shunchami? Qaniydi shunaqa bo'lsa, lekin unaqa emas-da. Nima unda? Sabohat, sen mendan nimanidir yashiryapsan. Yo, sen xavotir olmagin. Kuyovni bir ikkita hazilkash do'stlari bor ekan. Chimildiqdan chaqirib olishgan ekan. Shuni aytgan ekan. Shu gapni aytish uchun yugurib kelish shartmidi? Endi pashsha uchsa ham kep etgan hammasini deganingiz uchun aytyapman-da. Endi kuyovingiz do'stlari bilan ichib mast bo'lib kelsa, nima bo'ladi? Har tomonini o'ylab keldim-da, opa. Agar kuyovimiz ichib kelsa, chimildiqqa kirgizma. Opa, qudalar janjal ko'tarmasmikan? Voy, axir mast kuyovni hech kim chimildiqqa kiritmaydi-yu. To'g'rimi, dadasi? Sabohat. Men uyning atrofida turaman. Agar biror muammo bo'lsa-chi, menga aytgin, men o'zim tinchitaman. Xo'pmi? Xo'p. Dadasi, men ham boraman. Yo'q. Menga qara. Sen haligi ko'nika oladigan odamsan. Meni o'zimga qo'yib bergin, sen shu yerda qolgin. Opa, pochcham to'g'ri aytyaptilar. Pochcham bilan bora qolaman. Yuring. Bo'pti. Bora qoling. Sen xavotir olma. Xo'p, qani, ketdik. yur. Dadasi, Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. ey xudoyim. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Pochcha, Nima bo'ldi? opamni oldida ayta olmadim. Endi menga ayt. Ochig'ini ayt, yashirma. Nima bo'ldi? Pochcha, faqat asabiylashmaysizmi? Xo'p, ayt. Rostini ayt. Kuyovingiz chimildiqdan chiqib ketdi-yu, Ha. o'rniga boshqa kuyov kirdi. Nima? Pochcha, faqat iltimos asabiylashmang, xo'p? Sizlarni aldashibdi. U yollangan kuyov ekan. Demak, bu to'y yolg'ondakam to'y bo'ldi degin? Hammasi yolg'on. Aslida kuyovam boshqa ekan. Axir men kuyovni ko'rganman, o'zim gaplashganman, tuppa-tuzuk bola edi. Qizim bilan ushlashishga rozilik bergandim. Siz yollangan kuyov bilan gaplashgan ekansiz, pochcha. Ablah, men ularni sog' qo'ymayman. Hali jonini sug'urib olaman. Pochcha, g'azabingizni bosing, o'zingizga jabr qilib nima qilasiz? Meni aldaganlar joni bilan javob berishadi. To'g'ri, lekin o'sha odamni o'ldiradigan bo'lsangiz kim jabr ko'radi? Siz qamalib ketasiz. Opamni o'zi ahvoli bu. Qizingizni holi nima kechadi? Er ko'rgan ayol deydi, duch kelgan odam uni etagiga yopishaveradi. Nima? Jim turishim kerakmi? Pochcha, ustidan yozib bering. Ha? Axir siz oila boshlig'isiz-ku. Shunga yarasha harakatingizni qiling. Bo'ldi, ko'p gapirma. O'zim bilaman. O'tir mashinaga. O'tir deyapman. Xo'p bo'ladi. Yo'q.
Mana, oling. Rahmat. Ismingiz nima edi? Izzat. Izzat. Yaxshi. Ota-onangiz bormilar? Otam vafot etganlar. Oyim boshqaga turmushga chiqib ketganlar. Meni buvim katta qilganlar. Qayerda ishlaysiz? Mehmonxonada boshqaruvchiman. Buvingiz hayotmilar? Yo'q, o'tib ketganlar buvim ham. Uy joyingiz bormi? Ha, Izzatjon, meni bitta farzandim bor. Ham o'g'lim, ham qizim. Uni butun umr ko'ngliga qaraganman. Sizdan ham shuni talab qilaman. bu yoqdan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Qizimni ko'zidan yosh oqizmaysizmi? Uni ko'zlarida faqat quvonchni ko'rasiz. Qo'limdan kelgancha uni baxtli qilishga harakat qilaman. Sizga ishonsam bo'ladimi? Yigitlik so'zim. Ha. Mahallazni ayting, yana surishtirib ko'ramiz. Manzilimni berishim mumkin, lekin qo'ni-qo'shnilar meni yaxshi tanishmaydi. Nega? Chunki ertalab ishxonaga ketaman, shu bilan kechasi kelaman. Tushunarli. Ko'rinishdan yomon yigitga o'xshamaysiz. Agar menga ishonsangiz, sizni boshingizni egib qo'ymayman. Mayli. Men sizga qizimni beraman. Rahmat. Ishonchingizni oqlayman. Oling, choydan iching. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nima? Balki hurmat yuzasidan salom berib qo'yarsiz, yaxshi qiz. Sizgami? Nima? Ko'zingizga ikkita bo'lib ko'rinyapmanmi? Yoki salomlashishga o'rgatishmaganmi sizni? Siz mabodo o'zingizdan ketmayapsizmi? Siz osmondan pastga tushing, oyim qiz. Men yerda yurishga o'rganmaganman. Oho. Zahari ilon sizdan olganmi? Shu hammaga farosat ulashilayotganda siz qolib ketganmidingiz? Hammaga did ulashayotganda uxlab qolmaganmidingiz? Nima demoqchisiz? Tanlovingizni nazarda tutyapman. Agar sizni burningiz ortiqchalik qilayotgan bo'lsa, o'zimni randalab qo'yishim mumkin. Duradgormisiz? Shu o'zini haddini bilmaganlarga joyini ko'rsatib qo'yaman. Qo'rqib ketdim. Mendan qo'rqing, chunki men ayab o'tirmayman. Sizni shirinlikka taklif qilmoqchi edim-u, ammo arzimas ekansiz. Tushingizda men bilan birga bo'lasiz. Ammo o'ngimda sizga uylanaman. Sizga tegishga men majburman, lekin ko'zim uchib turgani yo'q. Majbur bo'lgan qiz. To'y kuni ko'rishamiz. Ahmoq. Kun bo'yi yurib charchab ketdim. Oyoqlarim zirqlab ketdi. Har kuni kelin bo'lmaysiz-ku, jonding. Odamiga dardimni aytibman. Poyezdga kech qolyapsizmi? Rosa soatga qarayapsiz? Qachon vaqt tez o'tarkan deb qarayapman. Zerikkan bo'lsangiz chimildidan chiqib keting. Jon deb chiqardim-u, lekin tashqarida yangilar turibdi-da. Ko'zlarini shamg'alat qiling. Siz bunaqa ishlarga ustasiz-ku. O, yaxshi qiz, siz bilan o'tiraman deb ko'zim uchib turgani yo'q. Meniki uchib turibdi. Ilon bilan qarindoshmasmisiz? O'zingiz ham yoqimsizligingizdan xabaringiz bormi?
Yonimda turmasdan xonadan chiqib keting, iltimos. Shundoq ham oz qoldi. Peshonamni tagida turmaganingizda menga katta yaxshilik qilardingiz. Sizni peshonangiz tagida turganim yo'q. Uzoqda turibman. Iltimos, og'zingizni yumib jim turing. Hop. Yangi kelinning og'zidan chiqayotgan gaplarni ko'ring. Yaxshi bo'pti. Siz eshitishga majbur emassiz. Qiz bolasiz deb sizni hurmat qilyapman. Iltimos, shunga yarasha o'zingizni tuting. Qarang-a, indamayapganmish. Bo'ldi endi, injiqligi ham epi bilandi. Menga o'tkazib qo'ygan joyingiz bormi? Menga gap qaytarishga haqqingiz yo'q. Seni ham menga o'ylamasdan gapirishga haqqing yo'q. Ilon. Voy, shoshmang. Ha, kuyov bola. Shamollash uchun chiqdingizmi? Ha, Voy. Voy, yaramasay, gapim og'zimda qolib ketdi-ya. Lekin ancha salqin tushganda tag'in yana shamollab qolmang. siz kelinni xohlasimisiz? Xolasi bo'laman. Nega jiyaningiz Zahar? Ha? Ha endi hamma qiz boshida erkalik qiladi. Aytishadi-ku, qizi bor, nozi bor deb. Endi aybga buyurmang. Bu erkalik emas, surbetlik. Yo'q-ey. Izzatjon, qo'yningizga olmang. Hali yaxshi bo'lib ketadi. Menga nima? Bu tili bilan o'zi qiynaladi. Hay. To'xtang. Hozir bu paytda ko'chaga chiqmoqchimisiz? Ha. Chillali kuyov ko'chaga chiqishi yaxshi emas edi-da. Tezda kelaman. Ostona xatlab ko'chaga chiqib ketishingiz bu yaxshilik alomati emas, Izzatjon. 5 daqiqada kelaman. Kuyovni ketgani yaxshi bo'lmadi-da. Kechirasiz? Kechirdim. Bu yerda nima qilyapsiz? Har qalay tilla izlatganim yo'q. Axir bu xona kelin bilan kuyovniki-yu. Bilaman. Siz kuyovni qarindoshimisiz? Kuyov tashqariga chiqib ketgandi. Xabarim bor. Xonada jiyaningiz yo'q. Bilaman deyapman-ku. Iya, unda nima qilib turibsiz? Kelinni yoniga kirmoqchiman. Iya. Kelinni yonida, kelin oldida sizga nima bor? Juda hazilkash ekansiz-ku, a? Juda ham qiziquvchan ekansiz-ku, a? Ha, bu nima deganingiz? Axir men xolasiman, kelin yangasiman. Nima gapingiz bo'lsa, ana hovliga chiqing. To'xtang, menga qarang. Sizga kuyov ichkarida emas deb aytdim-ku. Haqiqiy kuyov mana men bo'laman. U esa yollangan. Menga esa yangani keragi yo'q. Voy, Ketaverishingiz mumkin. voy, o'lib qo'ya qolsam. Endi bu nimasi? Nima dedi? Yollangan dedimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Rahmat. Kecha nimaga kelmadingiz? Kecha anavi yangalaring bor edi-yu, o'shalar ko'rib qolishmasin deb kirganim yo'q. Bugun ertalab kelsam, xolang haligacha o'tiribdi. Voy, sho'rim qurib qoldi. Opamga nima deyman? Hay, to'xtang! To'xtang siz. Jiyanimning oldidan chiqing. Men nega chiqarkanman? Bu meni xotinim. Jiyanimning eri yosh yigit edi. Men u yigitni yollaganman. Hali yolg'ondan to'y qilibsiz-da. Chiqing bu yerdan deyapman. O'zingiz chiqing. Bu meni uyim. Bu uy sizniki bo'lsa, jiyan meniki. Qarib qo'yilmagan chol. O'zim kal, ko'nglim nozik. Ha? Ko'ngillari yosh qizchani xohlab qoldimi? Ha? Sensirama.
Men hech qanaqa chol emasman. Ey, senga beradigan jiyanim tugul, itim ham yo'q. Tushundingmi? Chiq bu yerdan, chiq deyapman. O'zing chiq. Qani? Qo'yib yubor. Qoch. Chiq. Yo'qol o'zing. Voy. Yo'qol dedim. Voy, Mana senga. Sen endi nima qilaman? Aqldan Nimaga bilib qoladilar? Ey, Farangiz meni xotinim. Biz senga emas, yosh yigitga berganmiz. O'zingchi o'zing. O'zingni qizingni ham o'zing tengiga bergan bo'larmiding? Hech qachon. Unda nimaga o'zingga ravo ko'rmaganingni boshqalarga ravo ko'ryapsan? Ha? Ey, men pul ketkizib Farangizni oldim. Biz ham to'yxonadagi yigitga berganmiz, senga emas. Ey, asl kuyov mana menman. Shunga ko'nikinglar. Ko'nikmaymiz ham, rozi ham bo'lmaymiz. Ha. Nimaga ishora qilayotganingizni tushundim. Xohlasang, men senga bir chemadon pul beraman. Nima? Sen hali meni pulga sotiladigan ayol deb o'ylayapsanmi? Puling boshingda qolsin, tushundingmi? Nima deyapsiz? Jiyanimni osonlikcha senga berib qo'ymayman. Hoziroq qizni ota-onasiga xabar beraman. Qonun oldida javob berasan hali, tushundingmi? Ey, shoshma. Tur yo'qol. Shoshma. Qara to'nka. Qani, yoqqa chiq. Qaysi biri meni aldadi? Farangiz, qizim, Pochcha. qayerdasan? Farangiz. Mana, Chiq. bo'yning Ey, uzilgan. ey. Mana shu ablah. Qizim, mana qani shu ablah? ablah. Esa sekinroq. Sizni qizingiz meni xotinim bo'ladi, xo'pmi? Nima? Seni xotining? Meni Seni xotinim. ham? Voy pochcha. Pochcha, qo'lingizni qirqimang. Iltimos. Buni ustidan aytdim-ku yozish kerak deb. Bo'yning uzilsin. Men hali umringni qamoqda chertaman. Qizim, Farangiz, qayerdasan? Farangiz. Farangiz. Ko'ramiz hali. Qizim, Dadajon, Voy, qo'rqib ketdim. kechir qizim. Jonim mening. Hamma ayb menda. bo'ldi. Kuyovni yaxshilab surishtirmadim. Yigitni rost gapiryapti deb o'ylabman. O'z qo'llarim bilan seni alangaga otdim. Jon qizim, meni kechir. Dadajon, qo'rqib ketyapman. Endi nima bo'ladi? Yur ketamiz. Hozir biz ketsak, to'yni xarajatini so'rashmaydimi? Voy, Yolg'on to'y uchun kim haq to'laydi? Farangiz, o'zing o'ylasang-chi. Men hozir qaytib borsam, mahalla-ko'y, qarindoshlar, oyim nima deydilar? Voy, agar odamlarning gapiga quloq soladigan bo'lsang, o'zingni yeb bitirasan-ku. Men ko'proq onamni o'ylayapman. Endi agar seni cholga tashab ketadigan bo'lsak, opam siqilmaydilar deb o'ylaysanmi? Qizim, yoningda men borman. Boshqalarning fikri bilan ish qilma. Yur, ketdik. Yur. Yo'q. Yur. Yur. Shunday chimildiqni ham barbod qilding-ya. Tuf. Voy o'lmasin. Farangiz? Haligi Oyi, Voy. Qizim, nima bo'ldi, tinchlikmi? bizni sog'ingan ekan, shunga olib keldim. Dadasi, bu qizni kechagina uzatgandik-ku. Yoki sen haligiday chiqdingmi? Axir sen bizni sharmanda qilding-ku. Nima Yuzsiz. qilyapsan? Nega urasan? Qizimiz bizni yuzimizni yerga qaratibdi. Onasi, gap qizimizda emas. Unda gap nimada? Nega qizim chimildiqda bo'lishdi o'rniga qizlik uyida? Vaziyat shuni taqozo qilyapti.
Qanaqa vaziyat dadasi, tushuntiribroq gapiring. Onasi bizni aldashibdi. Qanaqasiga aldanamiz? Biz yolg'on to'yga boribmiz. Voy, to'yni ham yolg'oni bo'ladimi? O'sha to'yni hammasi yolg'on. Yo'q. Dadasi, tushunmayapman. Tushuntiribroq gapiring. Kuyov o'tirgan kuyov yollanma ekan. Yo'llanma? Aslida kuyov boshqa odam bo'lgan. Nega o'zi kelmabdi? Yoshi katta. Yoshi katta? Men tengi odam kuyov. Voy, o'lmasam. Qarab turib, gulday qizimizni cholga uzatdikmi? Shunga qizingni olib keldim. Bizni aldashsa-ya, endi nima qilamiz dadasi? Bilmasam. Sen xonangga kir. Bo'ldi. Kel. Bu yoqqa o'tir. Kel. Bo'ldi. Siqilma, tinchlan. Ey Xudoyim. Endi nima bo'ladi? Menga qara onasi. Qizimizni oldida ko'p aldandik degan so'zni ishlatma. Nega dadasi? Ko'ryapsan-ku. Bechora siqilib qolgan. Hammadan ham unga qiyin. Odatda hamma qizlar orzu-havas bilan turmushga chiqishadi. Qizim, ne orzular bilan chimildoqqa kirsa-yu, qarshisida bir chol tursa, ne ahvolga tushishini o'ylayapsanmi? Ko'z oldidan nimalar o'tmaydi. Bechora qizim-a. Qizimizni biz baxtsiz qildikmi? Axir to'ydan avval sizlar nima desanglar shu degandik-ku. Qizimizni mana shu qo'llarim bilan berib yubordim. Menga kuyov yoqqandi. Endi bu yukni qanday ko'tarib yuraman? Umr bo'yi endi bizni vijdon azobi qiynaydi dadasi. O'z qizini baxtsiz qilgan degan nom orttirdim. Qizimni ko'ziga qanday qarayman? Dadasi, ayting, nega bizda bunaqa voqea sodir bo'ldi? Bizni aldaganlarni tinch qo'ymayman. Dadasi, iltimos, jahl chiqqanda aql ketadi deyishadi. Shu ham peshonamizda bor ekan. Siqilma onasi. Siqilma. Bir kun ham kelin bo'lmay qaytib kelgan qizim-a. Chimildiqqa bir olam bilan kirib, orzulari poymol bo'lgan qizim-a. Nega seni hayot achchiq sinovlari bilan sinayapti? Shu sinovlar menga berilsa bo'lmasmidi? Oyi. Nimaga yig'layapsiz? Bizni kechir qizim. Bizni deb baxtsiz bo'lib qolding. Kelinlikning zavqli onlarini, shirin damlarini ko'rmading. Oyi, siz o'zingizni ayblamang. Qizim, nima bo'ldi o'zi? Hammasidan xabar topdingiz-ku. Xolang ketgandan keyin o'sha chol xonangga kirmadimi? Xolam eshikni qulflab ketdilar-ku. Keyin
Eshikni buzib kirmadimi u iflos? Oyi, yo'q. Xayriyat. Shundan qo'rqib turgandim. Hammasi yaxshi, xavotir olmang. Qizalog'im, pok bo'lganing bilan hamma senga chimildiq ko'rgan ayoldek qaraydi. Mayli qizim. Sen siqilma. Yura qol, choy ichib olamiz. Kechadan beri qorning ham ochib ketgandir. Xo'p, oyi. Hozir chiqaman. Bugun ana u seni taqdiring bilan o'ynashgan odamning ustidan yozib kelaman. Dada, men o'ylanib qoldim. Nimani? Barbiram er ko'rgan degan nom orttirdim. Taqdirimga ko'nib, o'sha odam bilan yasharmikinman? Nima? Qizim, seni himoya qiladigan otang bor. Gap so'zlar ko'paymasin degandim, dada. Qizim, yoshsan. Tenging topilib qolar. Oyi, Barbiram endi yo xotin qo'ygandan, yo ajrashganlardan sovchilar keladi. Undan ko'ra shu odam bilan yashashim ma'quldir. Menga qara. Men seni qari odamga uzataman deb tarbiyalamagandim. Bu meni aybim. Umrimni oxirigacha vijdonim qiynalib yuradi, qizim. Dada, siqilmang. Koshki buni iloji bo'lsa. Qizim, agar o'zingni noqulay his qilsang, 1-2 kun ko'chaga chiqmay tur. Nima kerak bo'lsa, menga aytgin. O'zim olib beraman. Yo'q, dada. O'zi bugun bir ish bilan ko'chaga chiqishim kerak. Nima qilish kerakligini menga ayt, qizim. Bahonada o'zim ham aylanib kelardim. Mayli. Ko'ngling buyurgan ishni qil. Xo'p, oyi. Mashinada o'zim seni tashlab qo'yaman. Yo'q, dada, o'zim. Shart emas, o'zim. Mayli dadasi, ozgina o'zini qiziqqan ishlari bilan shug'ullansin. O'ziga kelib qoladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, ha? Qalaysan qochoq kelin? Nimaga qochoq deysiz? O'zingiz meni qo'yib yubordingiz-ku? Ha, o'zing dadangni oldiga tushib zing'illab ketding-ku? Olib qoling edi. Ha, ketmaslik uchun biron bir hiyla to'qish kerak edi. O'zi sizni bekor xolam ko'rib qoldi. Xolang bizni baxtli bo'lishimizni ko'ra olmadi. Endi nima bo'ladi? Otang sal hovuridan tushsin. Keyin o'zi uyimizga tashab ketadi. Dadam hovuridan tushadiganga o'xshamayapti. Unda dadangga bir-birimizga ko'nglimiz borligini to'ydan oldin uchrashib yurganimizni aytamiz. Voy, yo'q. Dadam meni o'ldiradilar. Nima, men seni o'lishingga yo'l qo'yarmidim? Haqiqatni bilishgach, ota-onam mendan kechib yoradilar. Ha, endi biror narsaga erishish uchun bir narsadan voz kechish kerak. Faqat ota-onamdan emas. Sen bir hafta otangnikida yur. O'shanga qarab ish ko'ramiz. Xo'p. Menga qara. Yur, restoranga borib bir maza qilib o'tirmaymizmi? Siz bilan o'tirganimni u bukum ko'rib qolsa-chi? Mayli qizaloq.
Qo'ng'iroq qilib tur. Xo'p, bo'pti. Bo'pti. Sen Ha? nega chiqib kelyapsan? O'zimni oqladim. Qanaqa qilib oqlading? Yur bu yoqqa. Tortay qo'lingni. Nega bizni aldading? Men emas. O'zingni qizing aldadi. Sen qonun oldida javob berishing kerak. Sen jinoyatchisan. Yolg'onda kam to'y qilish seni qizingdan chiqdi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Meni qizim bunaqa emas. Yo'q, unaqa emasmi? Qizing unaqa emas. Ammo boylik sevar qiz. U meni boyliklarimga mahliyo bo'lib qoldi. Yolg'on gapiryapsan. Mana, ishonmasang ko'r, qizing bilan 1 yildan beri uchrashib yuramiz. Yozishmalarimiz ham bor. Men buni tergovchiga ham ko'rsatdim. Bundan qizingni ham xabari bor edi. Mana, bularni yaxshilab ko'rgin. Ular yolg'on. Yolg'on. Montaj qilingan. Bo'xton qilyapsan. Yo'q. Meni qizim otasini orqasidan xanjar urmaydi. Agarda ishonmasang, sinab ko'ramiz. Qo'ng'iroq qilamiz. Eshit. Qalaysan? Alo, assalomu alaykum. Ha, dadang meni ustimdan militsiyaga yozib beribdi. Buni o'zingiz hal qilarsiz. Bu muammo emas. Qachon ko'rishamiz? Hadeb ko'chaga chiqsam, ota-onam shubha qilishadi. Ertaga ko'risharmiz. Xo'p, qayerda? Qayerda bo'lardi? Har doimgi joyimizda. Mana, o'zing eshitding. Hammasi qizing bilan kelishuv asosida bo'lyapti. Meni bu ishlarda umuman aybim yo'q. Qizing bilan hammasini kelishib qilganmiz. Ko'ramiz hali. Qizingni qanday qilib meni uyimga olib kelib tashlab ketganingni. Ha. Qizim, nima qilganing, qizim? Qizim. Sharmanda qilding. Qizim, sen menga o'yin qildingmi? Seni o'z otangga ya. Qanday qilib yolg'onchi bo'lding, qizim? Ko'zimga tik qarading. Qanchalik vijdonim qiynalgan edi ya. Buni ko'rding, ammo miq etmading. O'zingni farishtadek ko'rsatishga davom etding. Men seni bu ishingni unutmayman. Menga o'z qizim tomosha ko'rsatdi-ya. Meni ham senga ataganim bor. Men seni shu bugundan boshlab yuragimdan chiqarib yubordim. Amin.
Meni kechiring. Necha pulga yollanganding? Shunga majbur edim. Nima? Qanaqasiga majbursan? Onamning ahvoli og'ir edi. Dard bilan shifoxonada olishib yotibdilar. Operatsiyaga dori-darmonga pul kerak, shunga rozi bo'ldim. Yolg'on gapirma. Ishonmasangiz yuring shifoxonaga. Qizimni hayotini buzding. O'zimni ham qilgan ishimga vijdonim qiynalyapti. Senda hali vijdon bormi? Bor. Unda isbotla. Qanday qilib? Qizimga yolg'ondan emas, rostdan uylan. To'ylar bo'lgan, to'y qilish shart emas. Qizimni hoziroq uyingga olib ket. Onangni dori-darmonlarga o'zim yordam qilib turaman. Qizingiz boshqasini, Men uni senga beraman. qizingiz rozi bo'lmaydi lekin. Qizim meni aytganimni qiladi. U bilan yashaysan. O'tmishini yuziga solmaysan. Xo'p, Yur men bilan uyga. Kel. Kiraver. Farangiz? Qizim? Labay dada. Men tanlagan kuyovimni olib keldim. Endi shu yigit bilan birga yashaysan. Dada, kerak emas. Meni tanlovim shu yigit. Dada, men bu bilan yashamayman. Yashaysan. Ota rozi, Xudo rozi deyishadi. Meni rozi bo'lishimni istasang, yashaysan. Bor. Kiyimlaringni tayyorla. Xo'p. Dadasi, men tashqarida bo'laman. dadasi. Nima bo'lyapti? Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yigit qizimizni xor qilib qo'ymasmikan? Yo'q. Bu yigit vijdonli yigit.